Bayramını tebrikleyimiz. Roz Eytanlarga mübarek olsun. Bugünkü ziyaretimizin aziz mihmini Çex Cumhuriyeti Charles Üniversitesi'nin 20. asır Jungo tarihi ve Uygur tili dersi berdiğan Doktor Andriy Efendi bilen buludu. Bugünkü sohbetimiz elbette Uygur tilinde ve tercümesiz buludu. Aldı bilen aziz mihminimiz bir tanış biteyli. Andriy, qanday ahvalınız, yaxshimisiz? Yaxshi. Ve aleykümselam. Ben yaxshi. Qanday ahvalınız? Aldı bile özünüzden kısaca bir tanıştırıp bitemsiz. Mening ismim, men Çex Cumhuriyeti'den kelgen. Çexçe ismim Andrey, Uygurca ismim Ötkür. Men Çex'teki Praga Charles Üniversitesi'de okutquchiman. Onda olsa biz sizge bunu deyin ki Ötkür dep çaqasak buldu ekan go. Nima uchun siz Ötkür degan ismni özünüzge tanıdınız? Çünkü en başta men Gayret degan ismini koyup, ondan keyin o'ylasam Gayret degan Arabchadan kelgan gap. Uygurcha o'rgangandan keyin shu cho'qim bir Uygurcha ismim o'zimga qo'yishim lozim deb o'yladim. Yana bir tarafdan Abdurrahim Ötkür ning asarlarini o'qib, uni hürmet qilib, shu sabablardan Ötkür shu haqiqiy Türk Uygur sözünü dep namını özümge koydum. Ötkür, hazır nurgun tordaşlarımız sizin bunçilik ravan Uygurca gap qilishingizga hayranlık qilayotgan bo'lishi mumkin. Uygur tilini qanday o'rgandingiz? Siz için tasmi Uygur tili o'rganish? Meningcha en başta ancha tez bo'lmadi. Çünkü biz Çexçe tilimiz Slavyan til sistemasi ichiga petib, shu ba'zi grammatikalar Uygurchaga o'xshaydi ekan. Yana tilning ichida ba'zi ideaviy mazmunlarga o'xshaydi ekan. Shunga men eng boshda shu oddiy ishlar bo'lsa, meningcha Uyg'ur tez o'rganiladi chet elliklar. Lekin yaxshiroq shu Uyg'urchani yaxshi yuqori darajada bilishni xohlasa, tez bo'ladi. Chunki Uyg'urchada arabchadan, farschadan kelgan so'zlar ko'p, yana Çağatayçadan kelgan grammatikalar, Orxon Mengi taşlar kelgan grammatikalar mu ko'p bo'ladi. Shunga shu chog'da yuqori darajada murakkab tez o'rganishga tez madaniy til bo'ladi Uyg'urcha. Siz hozir qaysi tillarni bilasiz, Ötkür? Ben hazır elbette ana tilim Çex tilini bilemen, o hesap emas. Undaqda Uygurcha, Xanzucha, İngilizce yaxshiroq bilemen, yana Ruscha, Nemescha azroq bilemen. Nima degan jiq tillarni bilasiz? Undaq bo'lsa, sizin için Uygur tili o'rganish va Xanzu tili o'rganishni darajasini solishtirsak, sizin için qaysi bekrak tez? Meningcha en başta o'rganishga dal boshlasa, meningcha Uygurcha osonroq bo'ladi. Chunki odatdagi yaxshimisiz, qanday turdingiz, qanday ahvolingiz, bu necha pul, arzon bera, ko'chadagi gaplar o'rgansa tez o'rganiladi. Xanzucha en başta bir yil o'rgansa, undan keyin Jungoga berib hech nima tushuna olmaydi. Chunki Xanzuchada sishang bor, yana yerlik shivilar var. Shunga en başta Uygurcha cho'qim chet elliklarga nisbeten chet elliklar uchun o'ng'ayroq bo'ladi. Hazır biz Türkiye'de sizinle bilen görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Türkiye'ye geldiğinizde kaçlık vakit oldu? Türkiye'de qiynaldınız mı til jihatdan? Ben Türkiye'ye kelgili bu ketim bir hafta bo'lay dedi. Jami hesaplansak bu 4-chi mening kelganim, 4-chi qitim mening kelganim. Til jihatda qiynaldınız mı? Şu Türkçe, şu Anadolu Türkçeni tushunishda sal azroq yana ko'nib qolmadim hamda. Chunki yerlik talaffuzi sal o'xshamaydi ekan. Lekin ikki Türkçe va Uyg'urcha bir xil til, yana ikki millat bir tomurdosh bo'lgandan keyin farqi cho'ng emas. Yana ko'proq bir necha hafta tursam ko'nib kelishim mumkin deyman. Siz Jungo'da ve Uygur Abnum rayonunda nelerge berip baktınız, qaysi yerlerini çöküldünüz?
Men endi Ürümchide bir yıl turgan, men tirishchan o'quvchi edim, kunda darsga berib, shunglashqa Ürümchide turgan chegim eng uzoq bo'ldi. Undan keyin biz Bo'rtalaga bordim, Qashqarga bordim, Yarkanga bordim, Xotanga bordim ayna. Yana Turpanda ko'proq turgan, chunki mening eng yaqin ag'inlarim Turpanliklar. Salam etiman. Yana Pichangamu bargan, Toqsungamu bargan, yana nerlarga bargan, Kuchagamu bargan. Siz undaq bo'lsa, bəzi Uyg'urlardan texim çox köp yerlərni çöküləbsiz. Nima degan yaxshi. Undaq bo'lsa, sizga bu ziyoratingizda bek ta'sir qilgan, cho'nqur ahamiyat bergan bir ish bo'ldimi? Cho'qim shu Ürümchide turgan vaqtida mening do'stlarim Ürümchide shu